Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya olayotgan bo'lsa, eng muhim savollardan biri shunday: menga qancha pensiya hisoblangan? Bu miqdor to'g'rimi, oshirilgan pul qo'shildimi? Ushlab qolishlar bormi? Bank kartaga tushgan summa bilan hisoblangan summa nega farq qiladi? Bu ma'lumotni bilmaslik ba'zan odamni o'ylab, hatto yillab ortiqcha sarson qiladi. Men bugun sizga juda muhim mavzuni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Pensiya miqdorini onlayn qanday tekshirish mumkin? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Ota-onangiz, bobo-buvingiz, nogironligi bo'lgan yaqinlaringiz, boquvchisini yo'qotganlar, pensiyaga yaqinlashayotgan fuqarolar uchun kerak bo'ladi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu videoda faqat umumiy gaplarni emas, amalda qayerga kirish, nimani bosish, qaysi hujjatlar kerak bo'lishi, qanday xatolardan ehtiyot bo'lish kerakligini batafsil aytib beraman. Avvallari pensiya miqdorini bilish uchun odamlar ko'pincha pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga borardi. Kimdir navbatda turardi. Kimdir mutaxassisni kutardi. Kimdir ertaga keling, hujjatingiz yetishmayapti, arxivdan ma'lumot kerak degan javoblarni eshitardi. Ayniqsa, yosh katta insonlar uchun bu juda qiyin edi. Yo'l kira, vaqt, sog'liq, ob-havo, navbat. Tushunarsiz hujjatlar hammasi bir muammo bo'lardi. Hozir esa vaziyat ancha o'zgardi. Davlat xizmatlari raqamlashtirilmoqda. Ko'p ma'lumotlarni yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, ya'ni my.gov.uz orqali tekshirish mumkin. Ayrim ma'lumotlar pensiya jamg'armasi tizimlari, bank ilovalari, SMS xabarnomalar va shaxsiy kabinetlar orqali ham ko'rinadi. Eng asosiy o'zgarish shuki, endi fuqaro o'ziga hisoblangan pensiya bo'yicha ma'lumot olish uchun har safar idoraga borishi shart emas. To'g'ri ro'yxatdan o'tilsa, ANID orqali shaxs tasdiqlansa. Ko'p holatlarda uyda o'tirgan holda telefon yoki kompyuter orqali tekshirish mumkin. Lekin bir narsani boshidan aniq aytaman. Onlayn tekshirish bilan bank kartaga tushgan pulni ko'rish bir xil narsa emas. Bank ilovasida siz faqat tushgan pulni ko'rasiz. My.gov.uz yoki tegishli davlat xizmatida esa ayni pensiya bo'yicha rasmiy ma'lumotni, ya'ni tayinlangan pensiya turi, miqdori, ayrim holatlarda to'lov holati, davr bo'yicha ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Shu farqni tushunmaslik ko'p nizolarga sabab bo'ladi. Men birinchi navbatda pensiya miqdori deganda nimani nazarda tutayotganimizni ajratib olishni maslahat beraman. Pensiya miqdori bu davlat tomonidan sizga oyma-oy tayinlangan rasmiy to'lovdir. U yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lishi mumkin. Ba'zi fuqarolar pensiya emas, nafaqa oladi. Masalan, mehnat staji yetarli bo'lmagan shaxs ijtimoiy nafaqa olishi mumkin. Ko'pchilik pensiya deb hammasini umumiy aytadi, lekin hujjatlarda pensiya va nafaqa alohida tushunchalar bo'lishi mumkin. Kimlar albatta onlayn tekshirishi kerak? Birinchidan, yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Chunki dastlabki tayinlashda ish staji, ish haqi ma'lumotlari, arxiv hujjatlari, harbiy xizmat, o'qish, bola parvarishi davri kabi masalalar to'g'ri kiritilganmi yo'qmi? Shuni nazorat qilish muhim. Ikkinchidan, pensiyasi oshganini kutayotganlar. Masalan, prezident farmoni yoki tegishli qaror asosida pensiya miqdorlari oshirilganda odamlar menga ham qo'shildimi deb tekshirish kerak. Uchinchidan, bank kartasiga odatdagidan kam pul tushganini ko'rganlar. Bunday paytda darhol vahima qilish shart emas, lekin sababini aniqlash zarur. To'rtinchidan, boshqa hududga ko'chganlar, bank kartasini almashtirganlar. Familiyasi yoki pasport ma'lumotlari o'zgarganlar. Chunki shaxsiy ma'lumotlarda nomuvofiqlik bo'lsa, to'lovda kechikish yoki ma'lumot ko'rinmasligi mumkin. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar sizning pensiyangiz har oy bir xil tartibda tushayotgan bo'lsa, kartaga kelgan summa rasmiy oshirishlardan keyin to'g'ri o'zgargan bo'lsa, shaxsiy hujjatlaringizda muammo bo'lmasa, tekshirishni har kuni qilish shart emas. Lekin men baribir kamida har 2-3 oyda bir marta yoki pensiyalar oshirilgandan keyin albatta tekshirib ko'rishni tavsiya qilaman. Chunki xatoni qanchalik erta ko'rsangiz, tuzatish shunchalik oson bo'ladi. Keling, oddiy misol qilaylik. Toshkent viloyatida yashovchi 63 yoshli fuqaro pensiyaga chiqqan. U bank kartasiga 1 million 200 ming so'm tushganini ko'radi. O'zi esa tanishidan senga kamida 1 ming so'm chiqish kerak edi degan gapni eshitadi. Agar u faqat mish-mishga ishonsa, asabiylashadi. Lekin onlayn tekshirsa, uning rasmiy tayinlangan pensiyasi 1 million 200 ming so'm ekanini ko'radi. Keyin ish staji bo'yicha hujjatlar to'liq kiritilganmi? Oldingi ish joyidan arxiv ma'lumot olinganmi? Ish haqi davri to'g'ri hisoblanganmi? Shuni aniqlaydi. Ya'ni onlayn tekshiruv birinchi signal bo'ladi.
Yana bir misol. Farg'onada yashovchi ayolga har oy 9,1 ming so'm pensiya tushardi. Pensiyalar oshirilgandan keyin u 1 million 200 ming so'm kutdi, lekin kartaga 990 ming so'm tushdi. Sabab nima bo'lishi mumkin? Bir variant, oshirish hali keyingi to'lov davrida aks etadi. Oldingi oy bo'yicha qayta hisob-kitob bo'lgan. Uchinchi variant, qarzdorlik yoki ijro hujjati asosida ushlab qolish bo'lishi mumkin. To'rtinchi variant, bank kartaga tushgan summa pensiya hisoblangan umumiy summadan farq qilishi mumkin. Chunki ayrim to'lovlar alohida sanada tushadi. Onlayn tekshirmasdan turib aniq xulosa chiqarib bo'lmaydi. Birinchi kerak bo'ladigan narsa internetga ulangan telefon yoki kompyuter, oddiy smartfon yetadi. Ikkinchi narsa shaxsni tasdiqlash uchun OneID akkaunti. OneID bu davlat xizmatlariga kirishda ishlatiladigan yagona identifikatsiya tizimi. MyOntaGov uz portaliga kirganingizda ko'pincha aynan OneID orqali avtorizatsiya qilasiz. Uchinchi narsa pasport yoki ID karta ma'lumotlari. To'rtinchi narsa JSHR, ya'ni jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami. Bu raqam pasporti yoki ID kartada bo'ladi. Ko'pincha urda-chuxonali raqam. Beshinchi narsa telefon raqam sizning nomingizda bo'lgani yaxshi. Chunki SMS tasdiqlash keladi. Akkauntni tiklash kerak bo'lsa, muammo bo'lmaydi. Agar siz o'zingizning pensiyangizni tekshirayotgan bo'lsangiz, jarayon nisbatan oson. Agar ota-onangiz yoki bobo-buvinggiz pensiyasini tekshirmoqchi bo'lsangiz, ehtiyot bo'lish kerak. Ularning ruxsatisiz shaxsiy ma'lumotlarga kirish to'g'ri emas. Eng yaxshisi ularning yonida turib, o'z telefon raqami va hujjatlari bilan OneID akkauntini yaratib, keyin birga tekshirish. Agar ular telefon ishlatolmasa, siz yordam berishingiz mumkin, lekin login, parol, SMS, kod va shaxsiy ma'lumotlarni begonalarga bermaslik kerakligini albatta tushuntiring. Men hozir sizga eng keng tarqalgan yo'lni tushuntiraman. Brauzerga myPOKGov.uz deb yozasiz yoki telefoningizda myPOKGov.uz saytini ochasiz. Portal ochilgach, yuqori qismida kirish yoki shaxsiy kabinetga kirish tugmasi bo'ladi. Uni bosasiz. Sizdan OneID orqali kirish so'raladi. Agar OneID akkauntingiz bo'lsa, login va parolni kiritasiz, SMS kod kelsa tasdiqlaysiz. Agar akkaunt bo'lmasa, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz. Ro'yxatdan o'tishda pasport yoki ID karta ma'lumotlari, JSHR, telefon raqam, parol kiritilishi mumkin. Ma'lumotlarni juda diqqat bilan yozing. Bitta raqamni adashtirsangiz ham tizim sizni boshqa ma'lumot bilan bog'lay olmasligi yoki xizmat ko'rinmasligi mumkin. Masalan, JSHRdagi bitta raqam noto'g'ri kiritilsa, siz ma'lumot topilmadi degan javob olishingiz mumkin. Bu pensiya yo'q degani emas. Bu ko'pincha identifikatsiya xatosi degani. Portalga kirganingizdan keyin qidiruv satriga pensiya miqdori, pensiya to'g'risida ma'lumot kabi so'zlarni yozib qidirasiz. Xizmat nomi vaqt o'tishi bilan biroz o'zgarishi mumkin, lekin mazmuni odatda pensiya miqdori yoki pensiya ta'minoti bo'yicha ma'lumot olishga qaratilgan bo'ladi. Xizmatni tanlaysiz. Ba'zi xizmatlar avtomat shaklda ma'lumot beradi. Ba'zilarida so'rov yuborish tugmasi bo'ladi. Agar xizmatdan foydalanish degan tugma chiqsa, uni bosasiz. Keyin tizim sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni avtomatik tortib oladi. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSHR kabi ma'lumotlarni tekshirib chiqing. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, so'rovni yuborasiz. Natijada sizga pensiya haqida ma'lumotnoma yoki elektron ma'lumot ko'rinishi mumkin. Unda pensiya turi, miqdori tayinlangan sana, to'lov davri, ayrim holatlarda bank orqali to'lov holati kabi ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Ma'lumotnomani PDF shaklida yuklab olish imkoniyati bo'lsa, albatta saqlab qo'ying. Chunki keyin tuman pensiya jamg'armasiga murojaat qilganda yoki bank bilan aniqlashtirganda sizda dalil bo'ladi. Agar telefonda ishlayotgan bo'lsangiz, PDF faylni yuklab olish papkasidan topasiz. Uni Telegramdagi o'zingizga yuborib qo'yishingiz yoki elektron pochtaga saqlashingiz mumkin. Yosh katta odamlar ko'pincha hujjatni yuklab oladi, keyin topolmaydi. Shuning uchun men har doim skrinshot qilishni ham maslahat beraman. Lekin skrinshotda shaxsiy ma'lumotlar borligini unutmang, uni begonalarga yubormang. Ko'pchilik pensiya miqdorini tekshirishni bank kartaga tushgan pulni ko'rish bilan aralashtiradi. Agar pensiya plastik kartaga tushsa, siz bank mobil ilovasida kirim summasini ko'rasiz. Masalan, 320 ming so'm kirim bo'ldi. Lekin bu rasmiy hisoblangan pensiya miqdori haqida to'liq tasavvur bermasligi mumkin. Nega? Chunki ba'zan to'lov bir necha qismda tushishi mumkin. Ba'zan oldingi oy bo'yicha farq qo'shilishi mumkin. Ba'zan ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Bank ilovasi sizga
pul harakati tarixini ko'rsatadi. Davlat organi hisob kitobining ichki asosini emas. Shu sababli men ikki bosqichli tekshiruvni tavsiya qilaman. Birinchi bosqich MyBookov. Uz orqali rasmiy pensiya ma'lumotini ko'ring. Ikkinchi bosqich bank ilovasida aynan qaysi sanada qancha pul tushganini tekshiring. Agar rasmiy ma'lumotda 1000 ming so'm ko'rsatilgan, bank kartaga esa 200 ming so'm tushgan bo'lsa, farq sababini aniqlash kerak. Farq doim xato degani emas. Bu ijro varaqasi bo'yicha ushlab qolish, ortiqcha to'langan summani qaytarish, bankdagi texnik kechikish yoki to'lov qismlarga bo'lingan bo'lishi mumkin. Endi eng muhim joyga keldik. Onlayn tekshirish har doim ham birinchi urinishda ideal ishlamaydi. Ba'zan tizim ma'lumot topilmadi deyishi mumkin. Bu darhol pensiyam bekor bo'libdi degani emas. Sabablari ko'p. Masalan, pasport almashtirilgan, lekin yangi ma'lumotlar barcha tizimlarda to'liq yangilanmagan bo'lishi mumkin. Familiya nikohdan keyin o'zgargan, lekin eski ma'lumotlar bilan pensiya tayinlangan bo'lishi mumkin. Telefon raqam boshqa odam nomida OneID tasdiqlashda muammo bergan bo'lishi mumkin. Yoki portalda texnik profilaktika ketayotgan bo'lishi mumkin. Yana bir nozik jihat. Pensiya miqdori oshirilganda onlayn ma'lumot darhol o'zgarmasligi mumkin. Masalan, rasmiy qaror kuchga kirgan, lekin tizimda qayta hisoblash to'liq yakunlanmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun oshirish e'lon qilingan kunning o'zida tekshirib, menda hali oshmagan deb xulosa qilishga shoshilmang. Odatda to'lov davri, qayta hisob-kitob va amaliy ijro uchun vaqt kerak bo'ladi. Lekin bir oy o'tsa ham o'zgarish bo'lmasa, albatta murojaat qilish kerak. Nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi bo'yicha alohida ehtiyot bo'lish lozim. Chunki bu yerda tibbiy mehnat ekspert komissiyasi qarori, nogironlik muddati, guruh o'zgarishi, qayta ko'rik sanasi muhim rol o'ynaydi. Agar nogironlik muddati tugagan bo'lsa yoki qayta ko'rikdan o'tish kechiksa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki o'zgarishi mumkin. Onlayn tekshiruvda summa ko'rinsa ham, hujjat muddati masalasini alohida nazorat qilish zarur. Bo'g'uvchini yo'qotganlik pensiyasida esa oila tarkibi, farzandlarning yoshi, o'qish holati, kunduzgi ta'limda o'qishi kabi holatlar ta'sir qiladi. Masalan, farzand 25 yoshga to'lgandan keyin agar kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, to'lov o'zgarishi mumkin. Ota-ona buni bilmay, nega pul kamaydi deb hayron bo'ladi. Aslida tizim qonuniy asos bo'yicha qayta hisoblagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunday oilalar o'qish joyidan ma'lumotnoma, tug'ilganlik guvohnomasi, vasiylik hujjatlari kabi hujjatlarni tartibda saqlashi kerak. Yana bir ko'p uchraydigan holat, odam pensiyaga chiqqan, lekin mehnat daftarchasidagi ayrim yillar hisobga olinmagan. Sababi ish joyi tugatilgan, arxiv hujjati topilmagan, ish haqi ma'lumoti noto'liq, korxona nomi o'zgargan. Onlayn tekshiruvda siz faqat yakuniy summani ko'rasiz, lekin bu summa qanday shakllanganini chuqur tekshirish uchun pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishga to'g'ri kelishi mumkin. Masalan, fuqaro o'tgan yil ishlaganman deb o'ylaydi. Tizimda esa 24 yil tasdiqlangan bo'ladi. Farq 6 yil. Bu pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun staj bo'yicha shubha bo'lsa, faqat onlayn summa bilan cheklanib qolmang. Men sizga aniq harakatlar ro'yxatini beraman. Birinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, sheshir, telefon raqam agar mavjud bo'lsa, pensiya guvohnomasi. Bank kartasi va oldingi to'lovlar bo'yicha SMS yoki bank ilova tarixini tayyorlab qo'ying. Agar boshqa odamga yordam berayotgan bo'lsangiz, uning roziligi bilan ishlang. Ikkinchi qadam, OneID akkauntini tekshiring. Login va parolni eslaysizmi? Telefon raqam ishlayaptimi? SMS keladimi? Shuni oldindan bilib oling. Parolni qog'ozga yozib, hammaga ko'rinadigan joyga qo'ymang. Ayniqsa yosh katta insonlar parolni qo'shni, tanish, kompyuterni biladigan bolaga berib qo'yadi. Bu xavfli. Shaxsiy kabinetda nafaqat pensiya, balki boshqa davlat xizmatlari bo'yicha ham ma'lumotlar bo'lishi mumkin. 3-qadam MyBookov. Uz saytiga kiring va pensiya bo'yicha xizmatni qidiring. Xizmatni oching, ma'lumotlarni tekshiring, so'rov yuboring va natijani yuklab oling. Agar ma'lumot chiqqan bo'lsa, undagi summa bilan bank kartaga tushgan summani solishtiring. Sanalarni ham solishtiring. Masalan, rasmiy ma'lumot yanvar oyi uchun bo'lishi mumkin. Bankda esa fevraldagi kirimni ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Davrni adashtirmang. 4-qadam, farq bo'lsa, uni yozib chiqing. Men har doim oddiy jadval qilishni maslahat beraman. Oy nomi, rasmiy pensiya miqdori, kartaga tushgan summa, farq, izoh. Masalan, mart oyida rasmiy miqdor 23 ming so'm, kartaga tushgan 23 ming so'm,
farq 20.000 so'm. Keyin bu farq bir oylikmi yoki doimiy takrorlanyaptimi? Shuni ko'rasiz. Bir marta bo'lgan farq texnik yoki qayta hisob-kitob bo'lishi mumkin. Har oy takrorlansa, aniq sababini topish kerak. 5-qadam, agar muammo bo'lsa, murojaat qiling. Murojaatda his tuyg'u bilan emas, aniq fakt bilan yozing. Masalan, men falonchi, JSHR raqamim falon, yoshga doir pensiya olaman. May.Kagov uz portalida pay miqdorim 1.47 so'm deb ko'rsatilgan. Lekin falon bank kartamga falon sanada 1.290.000 so'm tushgan. Farq sababini tushuntirib berishingizni va zarur bo'lsa qayta hisob-kitob qilishni so'rayman. Shunday yozsangiz, mutaxassis ham masalani tezroq tushunadi. 6-qadam. Hujjatlarni to'plang. Agar staj hisoblanmagan deb o'ylasangiz, mehnat daftarchasi, ishga qabul va ishdan bo'shash haqidagi buyruqlar nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi haqida ma'lumot, harbiy xizmat guvohnomasi. Diplom yoki o'qish davriga oid hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, o'lim guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi. O'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Agar nogironlik bo'yicha bo'lsa, tibbiy komissiya qarori va nogironlik muddati muhim. 7-qadam, javobni kuzating. Onlayn murojaat yuborsangiz, shaxsiy kabinetda uning holatini tekshirib ko'ring. Ba'zan odam murojaat yuboradi, keyin javob kelgan-kelmaganini bilmaydi. Shaxsiy kabinet SMS, elektron pochta yoki portal bildirishnomalarini tekshirib turing. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, qayta aniqlashtirish so'rang. Menga tushuntirib bering deyishdan uyalmang, chunki bu sizning qonuniy huquqingizga tegishli masala. Eng katta xato begona saytlarga pasport ma'lumotini kiritish. Pensiya miqdorini tekshirish uchun faqat rasmiy davlat portallari va ishonchli bank ilovalaridan foydalaning. Agar kimdir Telegramda pensiyangizni tekshirib beraman, pasportingizni yuboring, SMS kodini ayting desa, ishonmang. SMS kod bu kalit. Uni bersangiz, shaxsiy kabinetingizga boshqa odam kirishi mumkin. 2-xato, bankka tushgan pulni yakuniy haqiqat deb qabul qilish. Bank faqat kirimni ko'rsatadi. Rasmiy tayinlangan summa. Qayta hisob-kitob va huquqiy asosni davlat xizmatlari yoki pensiya jamg'armasi ma'lumoti orqali tekshirish kerak. 3-xato, bir kunlik kechikishni katta muammo deb o'ylash. To'lov sanalari hudud, bank. Dam olish kunlari va texnik jarayonlarga qarab farq qilishi mumkin. Lekin bir necha kun, ayniqsa bir haftadan ortiq kechiksa yoki har oy takrorlansa, albatta aniqlashtiring. 4-xato, hujjatlarni yo'qotish. Pensiya masalasida eski mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumoti, ish haqi ma'lumotnomasi juda katta ahamiyatga ega. Bitta qog'oz ba'zan pensiya miqdorini sezilarli oshirishi mumkin. Shuning uchun barcha hujjatlarni skaner qiling. Telefoningizda va alohida papkada saqlang. Bugun men sizga pensiya miqdorini onlayn tekshirishning asosiy yo'lini tushuntirdim. Avvalo OneID orqali my.gov uz portaliga kirish, pensiya bo'yicha xizmatni topish, rasmiy ma'lumotni olish. Bank kirimlari bilan solishtirish, farq bo'lsa hujjatlar asosida murojaat qilish kerak. Eng muhim fikr shuki, pensiya pulini nazorat qilish uyat emas, bu har bir fuqaroning huquqi. Ayniqsa yosh katta yaqinlarimiz ko'pincha tizimni tushunmagani uchun o'z haqini talab qila olmaydi. Biz ularga yordam berishimiz kerak. Agar sizda pensiya miqdori bo'yicha shubha bo'lsa, bugunoq tekshirib ko'ring. Agar ota-onangiz pensiya olsa, ularning roziligi bilan birga kirib, ma'lumotlarni ko'rib chiqing. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi bosqichda qiynalyapsiz? OneID ishlamayaptimi? My.gov-da ma'lumot chiqmayaptimi? Bankdagi summa farq qilyaptimi? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensiya olayotgan yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ularning puliga, huquqiga va xotirjamligiga bevosita ta'sir qiladi.